chiqadi, kamiga vesim baland. Ortiqcha vazni bor, yuzida ugriylari, aknelari bor qizlarimizga men paleo dietasini tavsiya qilaman. Aynan bu paleo dietasi bizagacha bilasizmi, qachondan beri bor? Aynan paleolit davridan beri bor dieta turi hisoblanadi. Bu dietada asosan go'shtga, baliq, tuxum, meva, sabzavotlarga asoslangan dieta turi hisoblanadi. Aynan bu dieta turida donli mahsulotlar, sutli mahsulotlar, qayta ishlanganlar, shakarlilar umuman mumkin emas. Go'sht mumkin ekan deb qovurilganlarni yeyish mumkin emas, albatta qaynatilgan go'shtlardan, olov tegmagan sabzavotlardan har xil salatlar tayyorlab yeyish tavsiya qilinadi. Lekin gipotireozi bor insonlarga men bu dieta turini tavsiya qilmayman, chunki don mahsulotlari mumkin emas. Don mahsulotlaridan biza selen, sink moddalarini olamiz-ku. Aynan gipotireozi bor odamlar agar don mahsulotisiz dieta turi tanlashsa, qalqonsimon bez faoliyati yanada sekinlashadi.